Koreyada ayollar unday bo'lib ketyapti, bunday bo'lib ketyapti. Ayting aslida qanaqa bo'lib ketyapti? Yillar davomida tajribalar orttirib, o'z brendlariga asos solishyapti. Dermatologik, kosmetologik bu brend Dr. E brendi siz uchun maxsus mana shunaqa bir nechta etapli uhud naborlar ishlab chiqarishyapti. Yuzni chuqur tozalab beruvchi mana bunaqa cleansing foam, ya'ni yuz uchun maxsus mana shunaqa penka yuzdagi ko'ryapsizlar makiyajni bittada hech narsasiz o'zini juda ham noyob bo'lgan formulasi bilan o'chirib beradi. Yuzga ajala tushishini oldini olish uchun namlantirish juda ham muhim o'rinda turadi. Shu sababli tarkibida niacinamidi bor dog'larga zo'r ishlab beruvchi, yuzni zo'r namlantiruvchi kremni ham surib olamiz. Tarkibida pantenol, gialuron va eng asosiysi Centella yuzni tinchlantirib beruvchi ekstraktlari bo'lgan foydali komponentlardan tashkil topgan bu SPF Dr. Ipo dermatologik, kosmetologik brendidan yangi chiqdi. Buni teksturasini qaranglar, shunaqa yumshoq, ayniqsa hozirgi yozning jaziramasida himoya qilib beradi ham davolaydi. Dr. Ipo kosmetikalari bilan yoshligingizni uzoq vaqtga saqlashingiz mumkin.